Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayabiliriz. Leksiyamız muhakeme değil. Bugün çizlağa, çizlağımız leksiyalarımızı başlayabiliriz. Leksiyarası da gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizlağı 2023 yıl 6. ayının 15. günü. Hepteki Perşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetimizden eysak hazır. Silahı tününün sözlügendek. Amerika Qo'shma Shtatlarının Devlet İşler Katibi Antony Blinken Beijing'ni ziyaret qildi. 18. günü dedi. 16. günü Washington'dan qo'zg'aladi. Bunun üstüge hazır bugün Perşembe günde Amerika Qo'shma Shtatlari Aqsaray Devlet Bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan ihtimal Yaponiyaga ziyaret kimani sefersizde buluşu mümkün. Vatandaş bu kaltısı uğurlaştırış oldu bu. Yukarıdaki iki nefer emeldar Prezident Joe Biden hükümetinin biri Beijing, biri Japonya. And Jack Sullivan Japonya'da Filipin, Kore, Amerika. Japonya dedik mi? Müş devletlerle birlikte oturup, üç devletten, Kore, Japonya, Filipin, üç devletten bexatarlik emeldarlarıyla birge oturup, Jungo'ga qandaq taqabul turish, yani Jungo'nun tahdidiga qandaq taqabul turish choralarini muhokama qiladi dedi vatandaş. Biri bexatarlik meselesi bulup çıktı. İkincisi Jungo tahdidiga qandaq taqabul turdu bulup çıktı. Üçüncü bu üç devlet taqabul turishdan choralarini muhokama qiladi deyildi. Biz Filipin to'g'risidagi deganda vatandoshim nima degan edik? Avvalgi ba'zilar bilan qo'shganda yaqinda 2 oyda bergan 4 harbiy baza bilan qo'shganda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Filipinda 9 dona, ya'ni 9 o'rinda harbiy baza ishlatadi degan xabarni sizlarga leksiya qilib so'zlagan edik. Bugundan aytganda xabarga qarasangiz, hozir Jungo hukumati reisi Xi Jinping Tayvanga hujum qilish mumkinligini vaqtni jiddiylashtirish. Hozir Jintao Haylang dahshatli vaziyat dedi-ku. Mushuni kishilar xilma-xil tushuntiryapti. Biri iqtisodga bog'lab tushuntiryapti. Ikkinchisi tashqi munosabatlarga bog'lab tushuntiryapti. Uchinchisi eng asosligi dört tarafta urush o'ti ichida qoladi degan masalaga birlashtirib tushuntiryapti. Yana biri Tayvan bo'g'izidagi urushning mumkinligi to'g'risida mushalar bilan birlashtirib tushuntiryapti vatandoshim. Hozir yana shu jiddiylik ichida endi hozir mavo ziyorat. Biri rahbarlarning biri Beijing, biri Yaponiya. Biz turgan edik sizlarga iki kuch, yani Asya, Tayvan bo'g'izida kuch o'rinlashtirish harbiy kuch manveri, Yevropada Germaniyaga kuch o'rinlashtirish NATO'ning harbiy manveri, mushularni qo'shganda diplomatiya yoki diplomatiyalik ziyorat Beijingga qaratildi degan edik. Bugun endi uning ustiga to'satdilla hozir endi xabar bizlarga so'zlab bo'lgandan keyin endi Jack Sullivan'ning Devlet Bexatarligi maslahatchisi Yaponiyani ziyorat qilishi, bu shu masalalarning hammasi haqiqatan Amerika tarafdan, Yaponiya tarafdan kelayotgan jiddiylik emas, balki Jungo o'zi paydo qilayotgan jiddiylik tufayli, Tayvan bo'g'ozi vaziyati tufayli shunday o'ttirg'i chiqayotgan faoliyatda, diplomatik faoliyatlar deb ataymiz vatandoshlar. Ondan bu yerda bugün tayyorlagan leksiyamizda aytilayotgan bir xabarda nima deydi desangiz vatandosh, masalan Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet İşler Katibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilib, Tayvan bo'g'ozi vaziyati to'g'risida fikr almashtirdi. Tayvan bo'g'ozining tinchligining muqimligining
Amerikanın canı menfaati çetişler işgalligini qayt şərileydi deydi. Andan bu doğruda Aksaray maslaştırış əməldarı Kurt Campbell'ın sözlügen sözleri varken asaslığı baş tema nime desiniz, baş mavzu nime desiniz, Cungo'yla Amerika otururken münasebetine, ciddi münasebetine pes koyuğa çürüştün. Hazır devlet işlakatı Anthony Blinken Beijing'i ziyaret kılıdı. Hazır Kurt Campbell'ın sözüyle etkandı bir yerde mundaq Aksaray Melliler demek ki devlet mahkemesi bayanatçısı Melliler mundaq körüstüptü. Birinci deydi o. Alaqı münasebetlerini saqlap qalış. Cungo Amerika oturusu da. İkinci deydi o. Amerika'nın qimmat qarashini ve menfaatini ochiq oshkora ifodalash. Qimmat qarashlari kishilik huquqini bunga bog'liq ana demokratik ideyalarga bog'liq qimmat qarashlarini anda Amerika'nın devlet menfaatini qayta şəriləş deydi o müştəq Beijing səfərində. Devlet işlakatı ve Anthony Blinken. Anda üçüncüsü iki taraf kelimat özgürlüğünü öz içine alğan halda yarış şəhərinin makroluk iqtisad əhvalı doğrusu da sözleşidi deydi. Siz biz dikkat kılgan kişilik hukuk degen isim bir yerde yok. Lekin hazır qaraganda ben şundaq his qilib yetdim ki vatandaş nurg'un mesele bu qatim ki Anthony Blinken devlet işler katibine Beijing seferde aşkar bop oturuq aşkar qo'yilishi mümkün mu degan narsada yoki bir tuyg'uda bo'lib qoldi ham vatandaş. Men hozir Kurt Campbell nima deydi dan? Manda ko'rsatdi Kurt Campbell Amerika Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti izchil uçuq nazar tashlab keldi. Bir neçe 10 yıldan beri bu devletni islahat orqali qayta yaratishga yoki bir demokratik devletga aylantirishga ko'rsatgan tirishchanliqlarning hammasi mag'lub bo'ldi. Buni davlat majlisi shunday degan-ku. Davlat majlisida kirishmet mesela senator Marco Rubio'lar shunday xulosa chiqargan edi vatandaş. Mag'lub bo'ldi. Bu tirishchanlikning hammasi mag'lub bo'ldi dedi. Cungo'nun kelgisi dünyada ne bir rol oynaydıqanlığını hazır pəmiləşki buludu deyəm. Bunun mənisi Cungo dünyağı təhdid. Tayvan boğuz eləməz, bütün dünyağı təhdid. Qandaq rol oynaydıqanlığını körüveliş buludu deydi. Cungo Halk Cumhuriyeti hükümeti bunun dekin dünyağa iğvagarçılık kılıdı deydi. Tayvan boğuzun tatıp Kuba'gıça, Kuba'da casuslar doğru Casuslar bazısı kurup çıktı diyen haber çıktı o. Mesela Tayvan boğazını tatıp Kuba'gıça iğvagarçılık kılıdı. Biz bolsak deydi o, ya maslaştırış, əməldarı Kurt Campbell, Aksaray, biz bolsak bu iğvagarçılıkla bütün gücümüzle çekleyimiz. Ya ki bütün gücümüzle zərbirimiz. Jaksalmi Yaponiyaga bardı, Filipin Katarlık devletler bilen görüşüdüm. Cungo'nun yoşurun tehdidi ve aşkar tehdidi karıştırışının çağrısını sözleşiyor. Endi bir yerde Aksaray maslaştır əməldarı Kurt Campbell deydi. Cungo'nun bunun keyinki elpaza karısan o dünyada bir iş kılmakçı. Teki neysen bunun bir tehdit bilen kilovatkallık. Cungo'nun iğvagarçılık bilen kilovatkallıkını körüsen deydi. Bundak ahvalda Amerika'nın kılıdığan işi özel kesil takabül duruş. Ya ki neydi? Takabül duruş ve çekin duruş. Cungo tehdidini Cungo'nun elpazını çekin duruş deydi. Ondan yardımcı devlet işlakatı Daniel Keritenberg Kurt Campbell'ın kendinden mundak gösterdi. Amerika Cungo oturusida mavjud bo'lib turgan eğer ixtilaflar hem de bunun içinde hemmisi bo'lishi mumkin vatandaş eğer ixtilaflar sahasida bir qadar samimiy fikr almashtirdi.
Bu degenlik men başta aytgandek, eğer ihtilaflar neme, bu doğruda Cungo'nun meydanı neme, bu doğruda Amerika Qo'shma Shtatlarının meydanı neme, muşu mesele aldığımızda, muşu seferde ziyaretede Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet işler katibining ziyaretide sel aşkar oturgu çıkamdı neme deseniz, bunun asası neme, tününk asasımız, iki tarafdaki harbiy manver, bugünkü asasımız neme, bexatarlik komitetiyeki devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan'ning Yaponiyaga menishi musha qator voqealarni birlashtirib qarasangiz, ba'zi masala aydınlashib, bucha qoldi o'tirg'i chiqamdi qandaq deb savol qo'yishga majbur bo'lamiz vatandoshim. Bugungi vaziyatimiz mana shu yerda, anda yana bir vaziyatimiz nima desangiz, hozirning oldida kelgan xabarda Amerika, Angliya, Daniya, Gollandiya qatorliq davlatlar nihoyat tezlikda musha pat arada Ukrainaga 100 neçede havodan mudofaa ko'rish raketasi berilgan bo'ldi. 4 davlat. Buni deyli, anandaki yana shu xabarda Yevropa ittifoqi hozir yig'in ochib qaror elib, Ukrainani NATOga a'zo davlat deb qabul qiladiganligini e'lon qildi. Endi rasmiyat o'tashdan aytsangiz, bu rasmiyat urush oxirlashgan kunila bu rasmiyat bejiriladi. Ukraina NATOga a'zo bo'ladi. Demak, mushu qaror elingan vaqtning o'zida Rossiya Federatsiyasi va prezidenti Vladimir Putin mag'lub bo'ldi desangiz bo'ldi. Chunki bu kishi urush boshlaganda o'tgan yil 2-oyning 24-kuni birinchi sababi NATO sharqqa kengaydi. Sharqqa kengayib, Rossiyaning bosog'isi kelib tahdid soldi. Buni birinchisi bu sharq Ukraina. Mana hozir 1,5 yil deb hisoblayli. 1,5 yil ichida sen urush boshlading Ukrainaga. Bugun Yevropa ittifoqi Ukrainani NATOga a'zo qilib elib kelishni qaror qildi. Bu rasmiyat urushdan keyin bejiriladigan bo'ldi vatandoshlar. Bugungi vaziyatimiz mana shu. Hozir men kechilib tayyorlagan maqola 4, 5, 6 betdi. Hozir so'zlamadim sizlarga. Bunun vaqti boshqa vaqt o'xshaydi. Masalan, Tayvan to'g'risida Amerikada professorlar, chaqirib kelingan professorlar, masalan, Amerika tashqi siyosat mamlakatlik komiteti. Bu qaltis gapga vatandosh. Tashqi siyosat mamlakatlik komiteti Tayvandan professorlarni chaqiribdi. Jungodan professorlarni chaqiribdi. Amerikaning professorlari qatnashibdi. Yig'in ochibdi, muhokama qilibdi. Tayvan to'g'risida, maxsusan Tayvan to'g'risida. Endi bu bugun sizlarga yetkazmadim, buni sababi desangiz, bir vaqt talab qilinagandek turdi. Agar bugunki Antony Blinken davlat ishlar kotibining Beijingni ziyorat qilishida shu mazmunlar bo'ladigan bo'lsa, o vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlarining Tayvan to'g'risidagi siyosati ikkinchi bir xil liniyalik siyosat davriga, siyosat belgilash davriga kiramdi deb savol qo'ygudek bo'lib qoldi ekan biz vatandosh. Lekin hozir Jack Sullivanning Yaponiyani davlat bexatarligi maslahatchisi, ondan davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning Junguni ziyorat qilishi mushu oldi o'rinlashtirilgan harbiy ishlar. Tünügenki manver, shunami ya? Tünügenki manver, anda Junguning hozirga taradduti Tayvanga hujum qilishning vaqtini qisqartirish degandek hozir kelgan xabarlarga qarasangiz, o jiddiylik bilan Amerikada Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosat mamlakatlik komitetining chaqirgan yig'ini yoki muhokama yig'ini yuqorqi professorlar bilan mushlarni birlashtirsangiz hozir Tayvan to'g'risida oldimizda yangi bir qaror elinamdi yoki Tayvan to'g'risida oldimizda bir siyosat belgilanamdi. Hozir bu professorlar nima deydi desangiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining nopuzliq amaldori
bayonot e'lon qilib, bir Jungo siyosati zodi nima? Bu to'g'rida aniqlama berish kerak deb qaror olibdi bu professorlar. Biroq bular da ko'rmagandek, mesela 2. aydan oldin o'tib ketdi. 2. ayning 23 kuni ana shu nopozliq amaldor hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvanning ishi Jungoning ishi emas. Tayvan ishi Jungoning ichki ishi emas. Tayvanning ishi xalqaro masala degan edi vatandosh. Endi mushuning o'zi bir Jungo to'g'risi berilgan ta'bir yoki ta'bir berishning boshlanishi bo'lib hisoblanadi. Yana qanday ta'bir berildi? Mesela bu professorlar talab qilganda yana qanday ta'bir beriladi. Bu oldimizda ishtiq qiladi. Shoma vaqt kelganda sizlarga uni yetkazma vatandosh.